Olma sirkasini tabiiyligini qayerdan bilsanglar bo'ladi? Bu matkasidan bilsanglar bo'ladi. Mana matkalarni qaranglar. Olma sirkalarimizda mana shunaqa matkalar bo'ladi. Har bittasida ichidan chiqadi. Ya'ni agar o'zingiz shunaqa matka xohlayotgan bo'lsangiz, siz mana bunaqa bankaga solasiz, ustiga marli qo'yasiz. Marlini yopib qo'yasiz, qorong'i joyga qo'yib qo'yasiz. Tegmaysiz u olma sirkasiga. Mana shunaqa yarim litrlik kichkina bankachalarga qilib qo'ysanglar bo'ladi. Buni olib bitta qoshuqdan bundoq kesib turib yesa, вообще zo'r revmatizm uchun shifo hisoblanadi inshaalloh. Yo bo'lmasa og'riyotgan oyoqlarga qo'yilsa, вообще dahshat og'riqlarni zo'r to'xtatib beradi mana shu matkalar. O'zingiz sotasizmi deyotgan klientlarimiz bo'lib qolsa mabodo, men o'zim sotmayman qizlar. Chunki menga kerak emas anaqa mashinada olib yurishga noqulay ham, o'zi ham noqulay sotishga. Undan ko'ra o'zingizlar sal ko'proq olma sirkasi olib turib, shunaqa matkalar o'zingizlar hosil qilsanglar, undan ham yaxshiroq bo'ladi. Maza qilasizlar, lekin rosa zo'r narsa.